Agarda bularga vaqtida yechim qilinmasa, kasallik asta-sekin prostataga, prostatadan esa sperma yo'llari orqali asta-sekin infeksiyalar tuxumga tushib boradi va tuxumda ham yallig'lanish holatini chaqirishi mumkin. Ya'ni bunda tuxum qizarib, shishib qoladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun YouTube sahifamizda ko'pchilik bemorlarimizda so'rovga asosan CD yo'llaridagi shamollashni qanaqa yo'llar orqali yuqishi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ring va albatta bu video siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Demak, CD yo'llarida shamollash yo'llari. O'zi shamollash holati tibbiyot tilida bu yallig'lanish holati hisoblanadi. Yallig'lanish holati asosan erkaklarda sidik kanalda, bundan tashqari qovuqda va prostatada yuzaga kelishi mumkin. Agarda vaqtida yuqoridagi shamollash holatlariga davo qilinmasa, asta-sekin shamollash holati buyraklarga ham o'tishi mumkin va bu og'irroq bo'lgan kasalliklarni chaqiradi. Demak, CD yo'llarida shamollash o'zidan o'zi paydo bo'lib qoladimi yoki uni albatta paydo bo'lish uchun tashqaridan qanaqadir shamollash chaqiradigan bakteriya, viruslar kirishi kerakmi degan savolga javob beramiz. CD yo'llaridagi shamollash asosan spetsifik va non-spetsifik infeksiyalar hisobiga yuzaga keladi. Spetsifik infeksiyalarga izoh berib o'taman. Spetsifik infeksiyalar bular asosan begona kishi bilan yoki begona ayollar bilan erkaklar aloqa qilgan paytda turli xildagi infeksiyalarni yuqtirib oladi. Ya'ni bularga masalan xlamidiya, trichomonada, gonoreya va mikoplazma genitalium kabi infeksiyalarni misol qilib keltirib o'tsak bo'ladi. Bu infeksiyalar dastlab sidik kanalga tushadi. Ya'ni o'sha erkaklarning jinsiy holatda sidik chiqaradigan joyiga tushadi va shu yerdagi epitelial shilliq qavatlarda joylashib oladi. Va asta-sekin erkak kishida siyganda achishish, turli xildagi ajralmalarni kelishi kabi kasallik belgilarini yuzaga keltiradi. Bu infeksiyalar asta-sekinlik bilan sidik yo'lini ichki qismiga qarab harakatlana boshlaydi. Ya'ni kasallik ichkariga qarab tarqaladi. Va agarda bularga vaqtida yechim qilinmasa, kasallik asta-sekin prostataga, prostatadan esa sperma yo'llari orqali asta-sekin infeksiyalar tuxumga tushib boradi va tuxumda ham yallig'lanish holatini chaqirishi mumkin. Ya'ni bunda tuxum qizarib, shishib qoladi. Bu infeksiyalar vaqtida davolanilmaydigan bo'lsa, eng yomon asoratlardan bittasi urug' chiqadigan yo'llarini obstruksiyasi, ya'ni yopilishi holatiga sabab bo'ladi va buning natijasida urug' chiqadi, ammo uning tarkibida spermatozoidlar mavjud bo'lmaydi, urug' suyuqligi tarkibida. Ya'ni bu eng yomon asoratlardan biri hisoblanadi. Bu to'g'ridan to'g'ri obstruktiv bepushtlikni kelib chiqdi degani, ya'ni tuxumlarda spermatozoidlar, urug' hujayralari ishlab chiqariladi, ammo ular tashqariga chiqmaydi va buning asosida bemorlarda homiladorlik kuzatilishi qiyin bo'ladi. Ikkinchi turdagi infeksiyalar non-spetsifik infeksiyalar hisoblanadi. Ya'ni ular organizmda yashaydi va bizning immun tizimimiz hisobiga ular hech qanaqa kasallik rivojlanishiga olib kelmaydi. Biz ular bilan o'rtoq sifatda yashaymiz. Lekin turli xildagi, masalan, immun tizimini tushib ketishi, mahalliy o'sha sidik yo'llaridagi doimiy sovuq ta'sirlar hisobidan o'sha infeksiyalar asta-sekin ko'payib boradi va bularning ta'sirida sidik yo'llarida yuqorida aytganday achishish, og'riq kabi belgilar ko'proq uchrab, turli xildagi ajralmalarning kelishi esa kamroq uchraydi. Ya'ni ajralmalar kelishi ko'pincha holatlarda bu begona ayoldan yuqtirib olingan spetsifik infeksiyalar hisobiga ro'y beradi. Non-spetsifik infeksiyalar ham yuqorida aytib o'tganimdek prostata, qovoqda, hatto buyrakgacha yallig'lanish, shamollash o'tishi mumkin. Agarda shamollash prostataga o'tsa yoki buyrakka o'tib, u yerda o'tkir shamollash holatini chaqiradigan bo'lsa, albatta yuqoridagi simptomlarga qo'shimcha ravishda temperatura ko'tarilishi ham kuzatiladi. Non-spetsifik infeksiyalar va spetsifik infeksiyalar nima uchun muhim? Sababi ularni davolash yo'llari har xil hisoblanadi.
Albatta, agar himoyalanmagan jinsiy aloqa bo'ladigan bo'lsa, spetsifik infeksiyalar PCR tekshiruvi orqali aniqlanadi va aynan aniqlangan infeksiyaga to'g'ri keladigan dori-darmonlar bilan davolaniladi va uning asoratlari oldini olinadi. Agarda nospetsifik turdagi infeksiyalar bo'ladigan bo'lsa, bunaqa holatlarda bemorlar siydikni yoki surtmani yoki prostata suyuqligini yoki ayrim holatlarda urug'ni bak-passiv tekshiruvi, ya'ni bakteriologik ekish orqali nima hisobiga shamollash kelib chiqyapti aniqlanadi va aynan bu shamollashga qanaqa dori ta'sir qilishini ham aniqlab beradi. Lekin ayrim holatlarda siydik yo'llaridagi infeksiyalar har doim ham bakteriyalar hisobidan bo'lmaydi. Zamburug'li, kandidaga o'xshagan zamburug' kasalliklarini yuzaga keltiruvchi mikroorganizmlar yoki virusli, masalan, gerpes kabi infeksiyalar hisobidan yoki papilloma virusi kabi infeksiyalar hisobidan siydik yo'llarida yallig'lanish, shamollash holati uchrashi mumkin. Ya'ni yuqorida aytib o'tgan tahlillarim orqali bularni aniqlashtirib olinsa, davolash choralari effektiv bo'ladi. Demak, siydik yo'lida rivojlanadigan kasalliklar ikki xil yo'l orqali amalga oshar ekan. Yoki tashqaridan yuqadi, yoki bizda o'zimizda mavjud bo'lgan infeksiyalarning miqdori ko'payishi orqali shamollash kelib chiqadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, shu kasalliklarni davolash choralari uchun universal qanaqadir dori-darmonlar mavjud emas. Ayrim holatlarda internetda prostata shamollashi yoki qovuq shamollashlari uchun deb turli xildagi bad dorilar reklama qilinadi va bu bad dorilar umuman foydasiz hisoblanadi. Chunki nima infeksiyani yuqishiga qarab alohida dori tanlab olinadi va bu bad dorilar siydik yo'llaridagi shamollash infeksion kasalliklarni davolashda standartga kiritilgan hisoblanmaydi. Demak, albatta yuqorida aytib o'tilgan chora-tadbirlardan ehtiyot bo'lsangiz, ya'ni himoyalanmagan jinsiy aloqalardan ehtiyot bo'lsangiz, spetsifik infeksiyalarni yuqtirib olish ehtimolligingiz kamroq bo'ladi. Nospetsifik siydik yo'llari infeksiyani yuqtirib olishni oldini olish uchun albatta eng birinchi o'rinda tahorat qilishga e'tibor berish kerak. Ya'ni u har doim oldindan orqaga amalga oshirilishi kerak. Agarda ayniqsa ayollarda siydik yo'llari kalta bo'lganligi uchun tahorat noto'g'ri qilinsa, orqadan oldinga olinadigan bo'lsa, orqa anus, ya'ni orqa teshik atrofida yashaydigan bakteriyalar, masalan, Escherichia coli siydik yo'llariga tushishi va u yerda shamollash holatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Erkaklarda buni ehtimolligi kamroq, chunki ularda siydik nayi uzunroq bo'ladi, ammo shu holat erkaklarda ham ro'y berishi mumkin. Lekin ayrim holatlarda bu holat erkaklar tomonidan ayolda bo'lgan shamollashni o'ziga yuqtirib olishi ham mumkin. Shuning uchun ham albatta davolangan paytda er-xotin birga davolansa, undan keyingi kasallikni qaytalanish ehtimolligi juda past bo'ladi.